Kylian Mbappe Barselonaga qarshi shunchaki o'ynamagan. U ularni o'z maydonida parchalab tashlagan. 2021-yilda butun dunyo yosh fransuz futbolchisi Chempionlar Ligasi play-off o'yinida Camp Nou'ni yakka o'zi sukutga solganini ko'rdi. Barselona hali ham Lionel Messi boshchiligida edi, lekin estafeta eng sovuqqon va aniq tarzda boshqa qo'lga o'tayotgan edi. Mbappe Blaugrana himoyasidagi har bir bo'shliqdan qo'rqinchli tezlik va aniqlik bilan foydalandi. U birinchi golini jarima maydonida raqiblarni aylanib o'tib, to'pni Ter Stegen darvozasiga kuchli zarba bilan yo'llab kiritdi. Ikkinchi gol esa hujumchi goli bo'lib, himoyachilarni butunlay qotirib qo'ydi. Uchinchi golini burchakka juda chiroyli zarba bilan yo'llab, hat-trikni rasmiylashtirgan paytda afsonaviy stadion shok holatida edi. U Camp Nou'da Barselonaga qarshi Chempionlar Ligasi play-off bosqichida hat-trik qilgan birinchi o'yinchiga aylandi. Gerard Pike hatto uni sekinlatish uchun futbolkasidan tortayotgani ham ko'rilgan.